60 soniya ichida iPhone 8 Plus'ni tahlil qilamiz. Qani ketdik. Smartfon 2017-yil 22-sentyabrda taqdim etilgan. Ushbu smartfon 64 va 256 GB xotiraga ega. Tezkor xotira esa 3 GB va ushbu qurilmaga Apple o'zining A11 Bionic chipini o'rnatgan. Batareya sig'imiga kelsak 2691 mAh. Albatta bu g'alati son. Selfie kamera 7 megapiksel 1080-30 fps gacha video yozadi. Asosiy kamera esa 12 megapiksel 4K 60 fps gacha video yoza oladi. A11 Bionic chipi bilan hozirgi kunda ham PUBG'da bemalol 60 fps da o'ynay olasiz. 2026-yilda ham sotib olishni rejalashtirgan bo'lsangiz, ba'zi narsalarni bilib olishingiz muhim. Zaryadi ko'pga yetmaydi. Bir kunda 3-4 marta quvvatlashingizga to'g'ri keladi. Shunday bo'lsa-da, bu qurilmadan hanuz kundalik hayotda foydalansa bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, Instagramlarni bemalol ocha oladi.